Nega reklamalaringiz ayollarga yoqsiz, erkaklarga yoqsiz, ayollarga chiqib ketyapti. Yokida 25 yoshdan 35 yoshgacha yoqsiz, 45 yoshli odamlarga ham chiqib ketyapti. Bu videoda mana shuni sabablarini ko'rib chiqamiz. Odatda bu muammoning yechimi faqat Advantage Plus bo'limi orqali bo'ladi. Advantage Plus nima desanglar, bu Ads Manager'da shu yangi qo'shilgan funksiyasi, ya'ni sun'iy intellekt. Uni yoqib qo'ysa bo'ladi va o'chirib qo'ysa bo'ladi. Hozir video davomida buni sizlarga foydasi va kamchiliklarini hammasini Xudo xolasa ochib beraman. Birinchisi, Meta, Facebook, Instagram siz bilmagan, lekin sizga mos keladigan auditoriyaga reklamangizni ko'rsatadi. O'chik holati desa, faqat aniq siz kiritgan qiziqish, demografiya va xulq-atvorga ega odamlarga ko'rsatadi. Bu nima degani? Masalan, mana shu yerda sizlarning qilayotgan xatoinglar, sizlarning auditoriyangiz faqat erkaklar bo'lsa, Advantage Plus yonib qolib ketsa, u ayollarga ham ko'rsatib tashaveradi. Nimagaki, sizlarning auditoriyalar balkim ayol kishi bo'lishi mumkin deb o'ylaydi. Masalan, sizlarda bo'lgan qanaqadir atir do'konlar bilan ishlasanglar, bu ayollar atri bo'lsa, erkaklar ayolga olib berish mumkin-ku degan savolinglarga bunday o'ylanib qolasizlar. Bu ham xuddi shunaqa narsa qiladi-da, sizlarga polni o'sha auditoriyaga ham reklamalarni ko'rsatib, effektivligini oshirib berish harakatini qiladi. Ikkinchisi, brendning auditoriyasiga erkak va ayollar kirsa, o'chirilgan holatda esa brendning auditoriyasiga faqat biror jins kirsa. Masalan, aytaylik, siz ayollar kiyimini sotasiz yoki erkaklar kiyimini. Unda siz Advantage Plus'ni o'chirib qo'yishingiz kerak. Agar siz farqi yo'q, ayollarga ham erkaklarga ham tushib ketaveradigan nimadir sotsangiz, unda Advantage Plus'ni yoqib qo'yishingiz kerak. Masalan, webinarlarga faqat ayollarni yig'moqchi bo'lsangiz, demak o'chirib yoqasiz. Ayollar, erkaklar farqi yo'q, yoqaveraman desangiz, unda yoqishingizni tavsiya qilaman. Advantage'ni qanaqa qilib yoqish va o'chirishni profilimga kirib boshqa reelslarni ko'rib olsangiz bo'ladi. Obuna bo'lib qo'ysangiz, undan ham foydali bo'ladi.